242 sotixga qurilgan pad qilish uchastkamizda sotuvga qo'yildi. Ulgurmasanglar bo'lmaydi. 7 ta xona plus kuxnyasi bilan ko'rasizlar, fasad ishlarini qilib qo'yishgan. So'killari ham tayyor. Darvozaxonani ko'rasizlar, kattaligini hovliga ham bemalol bitta mashina qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yo burchida yozgi oshxona uchun sharoitlari qilingan. Alohida hojatxonasi, 2 urvilli elektromobil uchun ham sharoitlari bor. Tapchani qo'yib, mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Xonadonga kirib kirish eshigini qaranglar, kattaligini. Kirganda uzun, keng koridor, oyoqlari cho'pli pol qilingan. O'ng qo'lli kuxnya bo'ladi, razmerlari katta. Chap qo'lda birinchi mehmonxona, razmeri katta, tepadan ham ko'rsanglar bo'ladi. Yurganda mana bu eshik umumiy sanuzel. Hamma podvalga tushib ketirish. Kuxnyani tagida podval qilingan. Chap qo'lda родительский spalni, ichida o'zini sanuzeli, uyi egalari bo'tdi bo'lgani uchun ko'rsatib bera olmadik. O'ng qo'lda bitta bolalar uchun yotoqxona, orqa taraf hovlisi ham bor. Havo aylanishi uchun ham sharoitlar qilib ketilgan. Menimcha 242 sotix, почти 2,5 sotix, 7 ta xona, 2 ta xo'jalik ham zo'r. Ikkinchi etajga shunday chiqqanda xuddi shunaqa koridor, o'ng qo'lda birinchi xona, emulsiyalardan chiqarilgan. Batareya uchun tochkalari chiqarib ketilgan. Yana bitta yotoqxona, buni ham ichida sanuzel bor. Yurganda mana bu umumiy sanuzel. Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasi, Kirov Olmazor ko'cha bo'ladi. Mana bu bitta yotoqxona, to'g'risida yana bitta yotoqxona. Narxi $155,000. Egalar nomeri описаниеda, lokatsiyasi Telegram kanalida.